Yatavergan Afat rayoniga hozir yetib kelib, azizlar, bizning Şinjan Qiziltash adlanma paravanlik maxsus fondi tayyorlagan ikkinchi mashinani kelib tuting. Ikkinchi mashinadagi narsani taqdim etamiz. Buning ichida guruch, un, yog', olma nashbut, mishaga lozimatli narsa bor. Hamda ba'zilarning lashaga chiqib nima chiqib qadinglar deb, shunday deb xatiyasiz lekin. Bak cho'ng chiqib bermasakma, o'sha Şinjandagi Xotandagi barliq yurtdoshlarimizning mehrini, salomini mishaga elib chiqdik. Hamda partiya hukumatimiz zo'r darajada kuchayib, tarafga tuting mana. Mishadagi yo'ldoshlarimizniki turg'i masalasini hal qilib bo'libdi. Endi biz ozdir ko'pdir mishaga o'zimizga ko'ngilib chiqdik. Bu yerga chiqqandan keyin Gabar apandim bilan ko'rishib qoldik. Mavlana Azakimizda uchrashib qoldik degandek nurg'un shu qalbi mehr muhabbatga to'lgan do'stlarimizdan, akalarimizdan mishada jam bo'ldik azizlar. Davomli ditqinim mumkin bo'lsa mishlarni hurmatiga barcha yuraklanib qo'ysanglar. Har qachon shunda tuyuqsiz ofat bu ishlar qilib qolsa bizning Şinjan Qiziltash adlanma paravanlik maxsus fondi har vaqt tayyor. 我是家人的这个麦的白给他们个 rahmat。 还是你我用心交织的生活，还是你和我